Qanaqa jamoalar ko'p holatda comeback qiladi, bilasizmi? Muammosi bo'ladi, lekin o'sha muammoni jismoniy ustunligi bilan yopa oladigan va so'nggi daqiqalarda tinimsiz hujum qilishga salohiyati yetadigan klublar. Klubning Liverpooli, Ancelotti, Zidanening Reali va hozirgi Barselona. Qanaqa jamoalar muntazam turli raqiblardan oxirgi soniyalarda zarba qabul qiladi va zo'r-bazo'r amalga oshirgan durangini boy beradi yo yutib turganda gol o'tkazib yuboradi. Bilasizmi, jismoniyatidan ko'ra muammosi har o'yinda turlicha bo'lgan jamoalar. Muammoli chiziq shu qadar turli-tumanki, navbatdagi mag'lubiyatni oldingisi bilan tushuntirib berib bo'lmaydi. Har doim kutilmagan nuqtadan og'riq yeydi. Bu bugungi Liverpool, qisman Real va eski Barselona. Juda ko'p bahslarda oxirgi daqiqalar mazkur jamoalar ishtirokida alamli kechmoqda. Bu muammoni nima bilan yechish mumkin? Ko'p holatlarda murabbiy iste'fosi bilan. Yo'q, agar shu murabbiyning o'zi bilan yetishga urinayotgan bo'lsa, bu jamoaga respekt, sabrli chidayapti. Lekin bu ham vaqtincha. Har mag'lubiyatdan so'ng kursi ovozi g'ichirilayotgani uzoq masofa bo'lsa ham bizga eshitilaveradi.